Hörmətli görməylər, yaxşımsınızlar. Bugün biz Nur Tori Seknis programımız arqılıq sizlər bilan görüşkənligimizdən to'liq xursandmiz. Bugün programımızda Nur Tori, Dilkan, Abditali qatorliqlar olaydi qo'llagan. Bugungi programmamizda biz kishilarni so'yindiradigan, nihoyatda isil, nodir mazmunlarni olib keldik. Programmamizni ko'rgach, yanfunolarga Nur Torini tushirib olsanglar, xabar, uchur, yangiliklardan bahramand bo'la olasizlar. Undan boshqa Dilkanni televizorlarga, yanfunolarga qatilib olsanglar, eng suzuk fikrlardan huzurlan olasizlar. Yana bir deydiğimiz musobaqa ko'rsanglar, kim bo'lgan tanlanglar. Men bugungi programma riyosatchisi Nur Muhammad Pida. Bizning yana bir alayda riyosatchimiz bor. Ya'ni programmadan ko'rish huzurni oshirish uchun yosh talantli charchachimiz Eksan saytidan alay taklif qildik. Bugungi ziyorat obyektimiz bo'lsa, davlatimizdagi ya'ni Kuchtingirlar musobaqasida, ya'ni birinchi darajada saqlab turayotgan, ya'ni o'ziniki xis palvonlar, ya'ni Kuchtingirlar musobaqasida ikkinchi bo'lga erishib, xalqaro musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishgan. Undan boshqa yana Shinjondagi oliy maktab o'quvchilarining 100 metr, 200 metrlik yugurishlarida rekord yaratgan. Ta hozirgacha Shinjondagi zal ishi 200 metrlik yugurish rekordini saqlab kelayotgan bizning faxrli singlimiz Dilxumor Imom. Yaxshimsiz Dilxumor? Mushu hayotimda tunji qitim o'zimning kuchli bir qiz olib yaratdim. Bugun biz siz kelishdan oldida Eksan ishkimiz o'ltirib, xeyli paramon qilishdik. Biz o'ylab qoldik. Hamda biror savolni xato so'rab qo'yib, Eksan biror chaqchaqsizni deb qo'ymish edi. Qo'pishaman deb qo'yib chiqdimligida men so'rab qolgan. Ziyorat qilishdan oldin nima qilaylik deganda o'zimiz boshi olaylik. Diqqat qilinglar ish qilib. Ben adam işim dinlemedim. Ben o xil tayoq getirmadim. Bugungi ziyoratimizdagi ko'ngilli bo'lganligi ishimiz endi biz mana shu tarbiya bilan ko'ngil etishni birlashtirgan mana bir o'zgacha programmani barliqqa keltirish uchun Eksan ishkimiz buningga bultu tayyorlik qilgan. Bultu tayyorlik qilgan. Biz birinchi tayyorlik qilish orqali oxirida birinchi songa hem boshqalar texmi hurmatlaydigan, yaxshi ko'radigan, ham diqqatini o'ziga tortadigan, ham chaqchaq qilishni bunda ko'taradigan, chaqchaqni tushiradigan birisini topaylik deb, sizni tanladik. Oldi bilan ko'pchilikka bir salomingizni yo'llab o'tgach, o'zingizniki o'sha o'sib ketish tarixiningizni qisqacha tushuntirib beramiz. Ma'qul. Yaxshimisilar ko'pchilik? Men Dilxumor Imom, hozircha bir Dalishi, yana bir Kuchtingirlar musobaqasiga qatnashayotgan bir qiz. Uningdan biri men o'tir uzunlik komandasida 200 metr mashq qilgan. Bir kasbiy tanarkachi. Uningdan burun men tug'ilgan yerim bo'lsa, Yakanda tug'ilgan. Yakanda Charbaq deb bir yezi bor shu yerda tug'ilib o'sganimda. Men shu yerda boshlang'ichni shu Charbaq tugatdim. Andan keyin Yo'ng'iston deb yana bir yerda to'liqsiz o'qidim. Undan keyin Yakanaylik 8-o'rta maktabda to'liq o'tirib, oliy maktabda Shinjong qurilish san'at institutiniki asos qurilish institutida. Teşekkür deygun ko'lab mashq Bas ekcha patat. Endi bu yugurishni deb aytganda bu men to'liqsiz vaqtlarim bizningki men yizda emasmi o chaqlarda. 4-5 kilometr ekan uydan shu maktabgacha. Chiqib men nima ish qilgan doim kesh qoladim. Shuni bilan maktabga chiqib qolmasa qachon yuguraydim da maktabga. Andike to'liq o'tirdim-da, u chaqlarda yuvash o'qigan. Lekin shu chaqlarda bir Shanxaydagi akamizningki bir ma'lumotda shu ma'lum sen hozircha mushbiton hozirgi saviyani bilsam sen beytiga o'talaysa, ishda desa, beyti degan Shinjongda shudan kichikroq bir o'xshaydi deb o'ylab turganman. Shu dashuni imtihon bor, qarasam bir arbonga tushgan natijam yaxshi. Shu o'zim menda injener deb ism bo'lgandan to'mi bo'lgan. Go'choshi deb za payz kasbga, mush kasbni qilaychi deb qilgan endi. Shu chaqladim anamlar bu qizvaldek bir ish qilib baqsanga deb o'sha deydigan. Lekin hozir quvvatsizda hozir Şunun bilan shu dashoga chiqib, birinchi yilni yaxshi o'qigan. Birinchi yil o'qib shu Jangshojilan anadagi shu yilni maktabda shuni musobaqa o'tkazdi. Maktabdagi 29 navbatlik ashliqi yangi bir sovchan silib, uzun o'tga o'tkazmagili. Shu maydonni yasab, ajab payz o'tkazdi. Uni shuni bilan menmi bir bomin qilay deb, shuni bilan 100 metr bilan 1500 metrni birsi Dönpao, birsi Changpao ashta qildim endi. Shu ikkinchisida Dönpao'dimi natija 50 metrdek so'rayotdimki, hayron qoldim-da, o'zim unda yugurishni o'ylab boqmagan. Men
Şunun bilan bu yugasamni asraydigan ko'kirib ketadigan debdi. Hozirda ba'zida ishtaq. Taza ma xushida yaxshi emas. Ashu chog'lar Yaxshi qanday qilamiz? Valla qo'zg'olsa o'zi berib Ashuni bir bunaqa bir o'zgartib baqay deb bir qilgan ishdi. Ashu yugadim 1500 metrni men yugurib bo'lsam, ular 2 maydon ham ketdi ekan. Ya rasma ya baras gapchimi. Lekin çocuqlik vaqtimizdan bir ashta ish bo'lgan. Bizda haliqi to'liq o'tirib o'rlaydigan bir tika bo'ldi-ku. 3-yil chusanda. To'liqsiz ishda. Shu chog'da 800 metr yugurib, men yugurib bo'lib qarasam, alat yuguratib tutgan to'p meni yerim maydonga kirib olibdi deb boshlabdi. Shunga janka oladi deb, ras yuguribdi deb hayron qolgan. Shuning bilan shu musobaqadan keyin shu maktabdagi musobaqa jarayoni menga bek ta'sir qilgan. Chunki men 1500 metrni va undan burun 800 metrni men eng uzunlik musobaqa deb o'yladim. Marafonchi degani biz kitobda ko'rgan gaplar u. Biz shunchalik biz bilmaymiz, lekin amaliyot bo'ldi deb o'ylab baxmagan gap. Meni o'rnim siz javob berasiz. Jildi jugat marafon ya natijalanmay. Isim qo'shish 2019 Binshuya malasida Qarmiz marafon shuyini qilib 10 kilometr bormay qildim. Ham chujis ashutga onundan cho'nirga bizning salohiyatimiz yetmaydi ekan. Shu bilan qatnashganimda maktabdan sirtma cho'ng bir musobaqaning birsida shu bir musobaqamda ta'sir qildi, bir xil o'yg'atdi-da, bir xil mana oson qarsak bo'lmayotganda bir ishlarga. Ashlarni qilib, yana men ish qilib qarasam bu chongpov chiqmadi natijam. Bas gapni qilgandicha, undoq bak tuchu emas. Faqat maktabdagi qizlarni yig'ma, lekin sirtki natijalarni qarasam marafon yugurishlar. O menga ta'sir maskan ekan. Bo'libmi xushida degan bu naytiliqi. Tenshin bolalar bor, ba'zi bolalar hech nima o'rgatmasa mashina yugurib ketadigan bolalar bor. Bo'lmaydi, bu deb shuni ashal bir mundaq kuchimni oshirib baqay deb uchoqdim, bilaklar yo'q, mana ortolar muskul degan narsa yo'q deb beksat o'roq vaqtim. Shuning bilan kuchma chiqib baqay deb ajjanshifanlar kelib qonunlarga 20 kiloluk qonun ishtiramay ashta olib ketgan vaqtlarim. Hozir o'ylasam bir kulgim keladi. Yelni o'tirib Hozir 100 necha, 200 necha ashta bo'yatdi-da. Shu chog'lar Xush qirg'an nemish qiladi bu to'yin bo'lishlar. shu chog'larda Kilo jiglar bergan. Şundan 2021 kelganda men Taşyoshun yurtida o'qib bo'ldi. Andan komanda futbol komandasi tapdiq, top tapdiq. Ancha boks ras shu. To'xtamay Hamdalik o'zimni yomon topamay izlab ketganman. Bir nima qilib qo'ymoqda. Hech qala olmayman. Kelib o'tiraman. Ben bunga qarasam chiqilib ko'ngil qo'yib qismingiz hammani qildi ekansiz. Boksni o'rgandim, andan bir shu mening shu dirim bada ustoz deyman hozirmi. U hozir Beijingda Yaponiyalarga chiqib musobaqa o'ynatdi. Shu bolamni menga shundoq ta'sir ko'rsatgan. Nimishqa deganda uning ota-onasi baq qo'llaydi ekan-ku. Voy sen bu kim qanday qilaydi desa, men joyga o'ynayman, ashta degandi menga. Bu uning qanday keyinchi masalan xizmat deb o'ylab baxmadimmi bu desam, sen mushtaq qilsang, sen mendanmi ashir yutib qilsa bu degan shuni bilan boshqacha, shuni bilan jangvaylarga guanjo qilishni boshladim. UFC'lar tayyorlik qilaman. Boshna o'ynagan bo'lsangiz-chi. Endi UFC Tekin chaqchaq qilaman. Ben do'stlarim bilanmi bir haqiqatan bir sirtlarga chiqib tamoq yeb baqqanim jiq esimda yo'qdi ashundaq. Ular yaxshi lekin Ulardek tamoqlar cho'mayflar yemaysiz-da siz. Oymanmi? Yeyman. Men cho'mayflarni jiqtim yegirim esimni qilishchilik sug'chilab turib yomon chiqqan. Ashta. Anandagi shu Dashoni 2021 shu oliy maktab o'quvchilariniki shu musobaqaga tizimlatdik. O'ylasam bir xil o'g'im keldi shu chog'dagi o'zimni. Bir xil bir şey. O'g'irsiz nega urib chiqadi. Endi ikkinchisi yaxshi natija oldim yanalam. Guanjun, ikkinchisi Guanjun. Yani 1500 ni yani shu nayt cho'ng ustunlik bilan oldim. Anan keyin 100 metr nima? Shu yanalam cho'ng ustunlik bilan oldim. Lekin shu chog'da RG-ni YG-ni deb qanday bakan uqmaydi ekanman men shu chog'da. Shu chog'da ashtaq debsa RG-ni ling sim yo'q deydi. U deganimda bir choshning qilinliqidagi bir anliqdan yo'q bir anliq. Ashuncha ko'p ketgan bo'lsa men bir go'jaji Hyundai olib ketdim ekanda. Shuni bilan nima ish qilishda bir diqqat qilmay beshimni mandaqlik qilayotgan bo'lsam,
Dep şundaq bir içine qaldım hem de şu men 3-nji yıllık vaqtim uçat 2021. Uçadı kalı şunçilikte. Ha, şunçilik. Şunun bilen şu tunji qitimliq musobaqani jeliselarni o'ylab, aştaq qildik şu çağlarda ancha-muncha namimiz chiqdi şu maktabdagi bolalar bo'lsin hamda shu Tonalım kısız. ancha emas. Iliqi bir xil maktabdagi bolalarga nisbatan ana shu chaqdagi oliy maktab bolalariga nisbatan biladi-da meni. Shu chaqda men praktikaga chiqqan vaqtim. Shu yerlarda mashqni qildik, tosh yo'llarga chiqdik, mashinalar bilan baslashib yugurib degandek. 70'te 80'de. Ancha Çoğusu çıkat gibi. yavaş. Odağa bak ya. Doğru yetişmeye gidiyor. Rasla. Geçen de yiyip zigrat. Qalpoq kiymek Fakat bu tutib da ben mask takıvat geldi. Şunun bilan Ayşadan bir 3 oyda bo'lib, yeni keldik ananki. Shu yenib kelishning sababi hamda nimami to'shdi. Naq shu chaqda musobaqani o'qitirish keldi. Men shu chaqda bu qachon men musobaqani o'qitirish keladi deb asli shu yilni shu chaqda men praktikaga mang'ilgan chaqda biz shu chaqda shu 4-mi 3-mi ismli yo'q. Shu chaqlarda hamda bizniki praktik bo'lgan bo'lsa, shu chaqda bizniki Chango, Nuyzuchuduyda. Bizning maktab shu Shinjang Go'joshuyan shu chaqda şu tunji qizlar futbol oliy maktablarning futbol komandasini qurib ekan. Biz shu Choshu Xuyan, oyoq Choshu dünyalada biz shu chaqlarda men O'tirbek badan bo'lgandikan. Bu kelem, hücumcu bir kelem. Yaman Bo'ritla o'ynab baxmabsiz. Uni bir qiziq sho'g'an deb beray. Yaman mush birda bir qilaman shu. O'z qolalarni birini deydi. Endi qopib bu natijamni tuchuroq chiqarishim kerak. Shuning bilan o'ylab oxirida o'tirg'i jig'ay bu diqqatimni deb shuning bilan shundan 400 metr yugurib baqay deb yugadim. Bosh yuganganda yefin 1 minut 9 sekund degandek, ya'ni 69, 68 ishda chiqayotgan vaqtlarda. Endi yana shu natijam shu chaqlarga nisbatan qizlarning bak yaxshi natijalar-chi. Oldingi yilgi natijasi solishtirgan. Shuning bilan shu chaqlarda hatto ma'lum yondirib kelsa, mashq qilamsa, ya bu yashajini men o'qish bitiramsa qaysi muhim desa, men qopib Çatığın nima dedim. Musobaqa muhim deb desam shunday yuzim qarab. Endi maktabdagilarni qo'llaydi, lekin endi ular u joyda bilib ketmaydi, meni bundaq yaxshi natija oldig'imni hisobda. Ular bilse burunla desmesi. Burunla desmesi. Shu musobaqaga berib 100 metrda axir o'zim o'ylagandek natija 12da 40 natija yugurib 17 sho'pinga yetibdi. Andan keyin 400 metrni shu 100 metr bilan 400 metr natija orliq bir 1,5 soatmi kelmaydi-mi? 70 minutniki. Ani yugurib bo'lmi? Ashtaq bo'lganki tiningmi yomon xo'rab ketdi, lekin 400 metrni ajoyib tez yugurib etdim. 57 sekund 30 daqiqa bu. Hozir kasbiy bolalar yuguramayapti-ku, men Shinjongda edi. Hazır taksim bir bulamaydı. Shu chaqda 57 yugagan hamda hech qanday kasbiy mashq yo'q. O'zimiz bilgancha mashq qilib yurib, ashtaq shu musobaqada 5 mayda musobaqa o'ynadim shu oldikayni 2 kunda. Jelisalar bor, 100 metr, 400 metr. Ashtaq qo'yib 2-chi kuni, 3-chi kunisi to'g'ri. 3-chi kunisi musobaqa tugitib, shu kunisi men bir kunda 4 maydan. Shu javliyalarni savarchalik bilan saqlab turibdi kechgacha. Sparanglashib qolib deb. Adab bizning javliyan ana ekan. Shu azatli javliyan afka natijam bak yaxshi. Biz paranglashib qolishni bundan kasbiy yo'lda men baqqan bormi, uydagilar qo'shilamdi deganda, uydagilar qo'shildi deblar. Uxmayman o chaqda. Apam mendaq hech qachon meniki qilgan ishimni rad qilib etmaydi-ku. Balam o'ylashib bo'lgan bo'lsangiz yaxshi qil. Apam maktabda o'qimagan, lekin kallis bek ochib. Shu chaqlardan lekin javliyan dedi, komandaga bir taklif qilay, 800 man shu o'tirizlarlik komandasininki bosh teneri adan kasig'iz sizni kasbiy yo'l men baqsaq dedi. Adab shuning bilan shu yerni tushib anamni telefon qilyapti, ishda bordigan bo'ldim deb xizmatchi degan istifa berib o'tma apayiligicha desam uni ichib ketdi. Lekin endi menimcha bu qarorlarimning hech qaysi xato emas. To'g'ri. O'sib ketilish tarixlaringizni anglab shundoq ta'sirlandik. Masalan, siz ayni vaqtda shu yugurish sababidan o'zingizga alohidligingiz bilan Shinjang komandasi tanlangan. Bizda hozir texnik kuchlanganlar musobaqa kelmadi. Yig'ilib ko'tirdigan, badanchilik turdigan yer kelmadi. Hozir yugurishdan ishga keldik.
Asli mana o'zi abim degandek Dilxumar yugurishda natijalar yaxshi bo'lganligi uchun Shinjonglik oliy maktab o'quvchilarining rekordni yaratgan 100 metr, 200 metr. Hozirgacha 200 metrlik zalda yugurishninki rekordni saqlab kelgichi. Bo'ladi. O'tiribgan chiqdi baki. 5-6 bor. O'sha rekordingizni yaratgan tarixingizni hamda Shinjong komandasiga tanlangan tarixingizni bir to'xtatib bergan bo'lsangiz. Shu musobaqa bilan tugitib tashlab lekin maktab bitdim. Ondan xizmat hisobida bordimda. Lekin aslida shuningdan burun o'zim işte arzuyim bor, cho'pa tanarkachi bo'lsam, mashqlik qilsam, yeb ichsam, uxlasam, musobaqa o'ynasam deb Chiqmasam, Hamaqat desam. Raslam, ashtaq o'ylaydigan ras amaliyoti bo'ldi-da. Shu joyda men yomon yig'lab ketgan. Bir odamningki amaliyotda to'g'ri. Xo'shalib yig'lab bir kun yig'ildimki, bu ras bo'lgan vaqada. Shpingiz bormadi. Rasmlarim baka. Bak hayajonlangan mezgillar. Shu chog'larda o'zimga ishongim kelmaydi, bir tush ko'rgandek shu komandalar bordi, musobaqalarni mashqlarni qilib 3-4 oylik. Lekin 12 jani boshlab musobaqa o'ynashni boshladik. Birinchi qitimliqida zal ichida bak yaxshi bo'ldi. Uni Shinjongning keyin o'sha zal ichi o'zining o'tkazgan musobaqasi. Ikkinchi qitim biz Nanjingga berib jishon qildik. Shu chog'da men Shandongda natijamni yaratdim-da, zal ichi 400 metrniki. Shu chog'da 56 sekund 28 daqiqa. Endi shu natijalarga yetdi-da, lekin shu mashqni shu bir qitimda tugidi, endi mening badanim shu chog'da bir chunki izchil natija ishlayotgan mezgil. Bir tanarkatchini odamni ansirtadigan yerim shuchu. Izchil natija ishlayotgan mezgilda bir yalinish bo'lib qolsa, baktas qo'yib bo'lmoqchi. Odam badani xo'raydi emasmi? Tanarkatning ta'siri shu. Bir yalinish bo'lib qilib, mashqni to'xtatdim. Andan keyin bir yinib kep mayaqda. Kutingach andan keyin bir mashq qilay deb shu mezgillarda andan keyin badanmi bir xil yo'g'inashga boshladi. Jinshi faoliyat mashq qilyapti degandek bir 10 kilodek ish ketdim-da, 70 kilo ish ketdim. Xilil ish ketdi. Endi shu mezgillar bir turib qilsam bu odamning shu chuchalarni mesela ishkillar tuduq, musobaqalar o'yindiq. Endi bizning o'ylaganimiz boshqacha bo'ldi ekan. Endi mesela davomli yuguralayversam, balkim bir pintachi kirib qolishim mumkin. Shu badanim ashtaq bo'lib, shuna yenikab bir mezgil tug'andiki javlarimga dedim men. Javlarni yoki bo'lmasa men bu uydagilar mushtaq davatidi. Endi hozircha men musobaqa o'ynab olamaydi ekanman. Yoki men chikitib turib sal ahvolim yaxshilanganda bir yuguray desam majolgan. Unda bo'lsa, men sizni zo'rmayman faqat. Bu endi siz bir cho'mib qolgan odam, bu mashqni amalga tashlayapman. Men sizni saqlayman. Shu nimalarda ishlab jasha faladi. Boksiga ketganman o'chaqlarda. Ayol bokschi olganda-ku. Ayol shu xonim qizlarga shularga bunaqa alla bilan chiq uchrashni yaxshi ko'rmaydigan ayollar bo'ldi hamda o'ylik o'chaqli bo'lib qolganda-ku. Bu to'g'ri usullar. Shuning bilan nima shu kunda? Tanarkat degan hamda bu az olsun yoki yaxshi olsun yomon bo'lsin, bu bir odamga bo'lsa yaxshi ish. To'g'ri. Bizning hozir shahar turmushimizmi ishtaq bir mayadan chiqsak ayada shu o'tirish yoki bo'lmasa shular harakat az. Endi bu tanarkatni yaxshi odam kayfiyat yaxshilaydi. Ya'ni shu mashq qilmada pul xarjlab o'zimga. Shu chog'lar tanarkatni bak pul ketadi. Siz bilasiz aka. Sizlarmi mushlarni qilmoqinglarmi nayt oson tushmaydi. Shu chog'lar shu topgan pulimni mashq xarjlayman, jongbay olaman. Tanarkatning 80% yeyish bilan uxlashdan chiqadi. Moliy qo'yib Ben to'lg'otirda internaga vaqtimda ishda o'ylagan. Agar oliy maktab bankoq o'tamsam, men chorvaq qiladi. Bas shu ishda o'ylagan. O'tayotganingizda. Otni mandoq. Otni bir ko'tarib yeb qo'ydi vaqtida. Shuning bilan shu bir yil qilib, andan keyin bir fursatda shu Lilianji ig'iliq ko'tarish bir musobaqa bo'ldi ekan. Jiboq botasan birsi. Sen shuni qilsam, mana bunda yomon bo'lgan ekan degan deb qanday ishdi deb shuni uni qaytib qilsam, shuning bilan ivatib Lilianjisini berib, bomin qildi bir 13 kunda qatdiki. Adablam shuning bilan bomin qilib ig'iliqni tatadigan, andan ig'iliqda o'tirdigan, andan keyin ko'krak ishtirdigan shu 3 tur. Shuning bilan berib Chonchon MVP aldım yana Chonchon gaji yana. Tunji qilib Beni Shozay qilib
Düşürüp hani degan. Ko'pincha ashtaq. Sizden hiç nemini kılalaysiz deb sormayman endi. Men odam nemini kılalaysiz deb so'rab qo'ysam, hozir tugmayman javobga. Nemini qilolmaysizmi deb maqsad olsaydi. Shu Ekran oldida uranmayman. ay shu musobaqa qatnashib shu natijani oldim. Anandan keyin buvim bo'ldi g'ashga deb shuning bilan biroqli shuni qilaymi ya deb o'yladim. Hamda jamiyatni tushundim bir mezgil. Anandan keyin shu musobaqalarni o'ynab, anandan keyin shu musobaqa berishdi burun hozirgi tenlarim Faxriddin tenlar, ya'ni Faxriddin kamg'alan. Shucha uchrashdi. 3 kun qolgan-ku deymi, Ulug'bada bir yig'inlik ko'taray deb. Bag'an Ulug'badga bir necha joylar bilan tonish qolgan. Qiz joylar batda hamda badallar uchun xil chiqib qolgan vaqt o'g'andan keyin naqli basaqla badan so'zlaydi-da shu odamlar o'zlari Ha, kelib. badan so'zlaydi. Shu kirsam Faxriddin kam shu chada o'ti qo'yib qarasam liq to'shqiz etib turganingni gapyalar ishtira mushadan shu keldi demetdim. Chunki pek azchu unda qilalaydigan. Asosan Shinjongda yo'q deyarlik bu. Hozir Jungodami shu ish var degan talishi o'zining shu GPSda nayt kuchlik hamda bizning chet elga bila chiqamiz Faxriddin bilan. Shu shuning bilan so'rab qilsam, afkam qanday tayyorlik qiz yaxshi qildingizmi bu deb. Har qitim basam jiddiylikman, chunki galning tutgan vaqtda yurak sanadi. Uni biz shinfin deb atib olamiz hamda, ma gap bo'yicha bir xil hayajonlanamiz deb. Amaliyotda hayajonlanib bek shu temir bizga berayotgan besimda. To'g'ri. Shuning bilan kuch ilishimiz bu yerda. Dal ashula kuch ilishamadi mumkinsi. Toza yaxshi emas. Ya bir yer qoldimmi, shuni Faxriddindan mushtarak turmasam, afkam o'zgartman deb turmay jiddiylashmam. Musobaqa kelganda ashtaq bo'lib qoldi. Siz qanday bir uninki bunday kollinglarni ham pas verdik bizga. Ko'tda qo'y degan nimalar bor ekan-ku. Ko'ling deymiz hamda. Buyruqda, to'g'ri, buyruq. Ashuni uygandoz bo'ldi deb qanday buyruq desam, ukam buni bunda ba deb birmish dedi-da. Birni uqmaydi ekanman. Asha bag'am bo'lsam ishtabda fango'yla yeb yini kelatimda chiroyli. Chunki uning qoidasi bor. Qoidaga Yerlikli mishkab ko'tagan. Endi ashuni tushmasak, o ig'liq ko'tagan bilan lekin qoidasi bo'yicha qilmasak bo'lmaydi ekan. Shunlar bir 1-2 soatlik uyatda ekan, o'zining mashqini qo'yib. Shuning bilan deb u mashqni tugatib oldim. Shuning bilan musobaqa qatnashib shu Chanchang MVP ananki o'zimning 70 kilogramlik ig'liqchi bo'yicha Guanjun ananki yana qizlarning Chanchang Guanjun ayliq shishu deydigan narsa o'zimizning ig'liqimiz bilan biz jami ko'taga ig'liqniki bir nisbati. Hozir necha kilo totalaysiz? Hozir men jiqamas shu 180 larni tatib qo'yman. 8 xalt 10 tatib. Andan keyin Faxriddinni izlab akasiz bilan bir mashq qilgan deyman mush yo'lda menga qilayli desam deb uni oldida shu oldimizda bir Beijingda bir musobaqa bor. Shu WP'niki bu bir Liansaychu bu. Shu musobaqaning Beijingdagisiga berib, biz cho'ng tutchu Beijingdagisi 100 kishilik odamlar bor, shularning orasida qatnashgan. Shuningga 6-yillik musobaqa tayyorlik qilaylik. Shuningda bir Chongojiloni men poli qilib deb, andan keyin uningmi Avstraliyada Zongjo saysi borchu. Ashuningga bir tayyorlik qilay. Aniga berib deb buyurtib qo'yganda o'zimga kishini o'tibdiman. Endi bu yerda bir masala bor. Shuning bilan 4 oydak mashq qildik. 3-oydan boshlab 6-oygacha jami ish qilib 4 oyga yaqin vaqt ketdi. Nurg'un badal to'ldim. Rostga qilsam men shu hozir qadar men eng jiq badal to'lgan musobaqaning birisi shu. Mayli vaqt chatim bo'lsin, iqtisod chatim bo'lsin, ataki men hech qilmayman. Asosan darslarni o'tmadim u chog'larda. Mashqqa musobaqa bir oymi qolmagan vaqtida men nayt ig'ir o'rin tutib qaytishib o'rin tutib emas 15 kundek yetib ketdim. U buzukam unda uzun bo'ladi deb o'ylamagan. Shuning bilan musobaqa bordim endi. Uningdan burun 200 kilo duelli qilgan. Shundan qilib baqqan. 200 kilodan shunda yengil uçat futlaydigan ishdan qopatmaydigan vaqtlar ketdi. Jahangi batmayotgan vaqtlar. Ajoyib badanimni bek nayt cho'ng'aygan vaqtlarda shuning bilan shu bir zukam bilan kichiklab ketdim. Hozir masalan men badanim bek kichik ig'irliqim tushib ketdi. Men yaxshi yemasam yoki bir oqsham yaxshi uxlamay qolsam ashtaq. Sushchidan ig'irlik. Rahmat. Anadagi shu musobaqaga berib anoniki nayt bir ig'ir shubay bo'lib ketdim. Chunki 100 metr shundanda yaxshi. Ma ig'irlik o'ltirib qopishdi-da. Shuningda o'zimning yaxshi natijasini
qildim endi burunga qaraganda yaxshi, lekin o'zim o'ylagandikidan asosan yo'q deyarlik. Rekord yaratqadak emas. Tunji qitim mag'lubiyat kuchirishimiz mumkin bo'lganda. Tunji qitimliq shu. Andan keyin shundan endi shu chaq nisbatan yana qizlarning ichida birinchi natija, aniki votoy keldikda ikkinchi tur. Votoy ma ko'krak ishtirishda yetib turib ishtirish. Buning kelgan chaqda dal cooling. Bir qatam ko'tadim, u 80 kilo ishlagan, 80 kilo menga nisbatan hech qancha yig'irliq emasdi-ku, u chaqda. İştirib chiqirma ular fango'yda. Ular fango'ydaydi. Ikkinchi qitim qilsam yana fango'y bo'ldi. Uchinchi qitimni qildim, yana fango'y bo'ldi. Yig'ilapmabsiz, qanday qilib buni? Azliq atadigan. Shuning bilan nol bo'ldi-da. Chunki bu ig'irlik ko'tarishning qoidasida har bir shamol cho'qim natijasi bo'lishi kerak. Bir shamol yo'q bo'lsa natija nol. Oxirgi yana bir yinglarda bir 170 kilo tortib etdim, oxirda eng yaxshi natijam yinglarda. Üçüncü turni hamda amaliyotda bu bo'lgan sho'g'andikin bu tatib yig'lamayli deblar qivetdim. Shuna yeni gap anan keyin yana turmush ritmga o'tishga ketdim, ishlashga boshlayman, dars o'qib ketdim. Musobaqa bo'lgan chaqda biz shu o'zimizni bir deb o'ylaymiz-da, lekin musobaqa gap yana normal turmush açtaq. Faqat gap doim ashta deydigan başlaylıqı bir xil, her bir musobaqa kelsam çok bir turmuşum alayda o'zgarish bo'lib ketadigandak. Men bir kechadilam. Ashtaq bo'lib ketadigandak deydi. Faqat fikam ol undaq qilib umid o'rog'a yaxshi, lekin odam degan ancha-muncha undaq bak ziyoda nim qilib ketman ashta deydigan. Ya'ni gap shu mazgillarda hozirgi hamda eng cho'ng musobaqa sizlar meni to'ligan musobaqa hayisi. Tali shu musobaqaning shanbasisi. Endi bu musobaqa yilda 4 qitim shaharlarda shahar musobaqasi o'tkazdik. Ashundan oldingi 3 odamni tanlab, ana zo'ngjo'say qildik. Endi bu zo'ngjo'sayning qizlarda odam oz kelchi. Shu musobaqada qizlar biza oz bo'lganligi uchun bular shanba qildik. Masalan, har qaysi shunday munosabatlik ig'irlik ko'taradigan bir o'lcham chiqaribdi, shunga tushganlar. Bizga ana chilopian shaklda bir qitimda to'liq tatib, hech qanday kesmagan bir shepit evasali shuni qarab biz tanlaymiz. Debdika uninga bomin qilib qissam o'tibdimi? Natijam. Shu bilan o'tib badigan bo'ldim. O chaqda men 45 kun qavat qamoqdim. Shu chaqlarda biza ishlarim yaxshi bo'lmay vaymay to'shiga vaqtimdi. Shu chaqlarchi. Energetiklar eng jafoliq vaqtim o'shda. Biz faqat ular ufq qozongan chaqda bilalaymiz. Bundan o'tgan jarayonda nurg'un mesela iqtisod ketadi, qiyinchilik bo'ladi. Hamma ishlarni qilib boqqan bo'lish mumkin-ku hatto energetiklar. Shuning bilan faqamsiz. Ta'lim faqat yaxshi emas. Bir vaymay to'shib boqayman deb, chunki men muqim xizmat qilmasam mashg'im qilib qoldi-ku. Men cho'qim mashg'im kapolat qilishim kerak. Bir tushdan keyin yoki tushdan burun men mashg'im cho'qim qilishim kerak. Shuning oshxonada ishlayman deb vaqtim oshxonada jiq emas bo'ldi. Shundan vaymay qilsam tirissam bo'ldi ekan-ku deb, uni ashuni qilay deb, chunki oz pul yetmaydi bunga. Musobaqa berish uchun ma'zi 10 necha mingta ketishim mumkin. Shuning bilan qilay deb qildim, bir 20 necha kunda qildim oldi keyin. Baylaqa men to'liq mangamagandikicha uningga. Unisiga yeng'iya bo'lgandiki, yaman jiqmi topamadim uni. Unisiga yaman yer ketdi. U chaqda men yangi uy ijaraga vaqtim. Ashundoq bir ishlar bo'lib shuning bilan deb bir oxiri kelgan chaqda shu anam nereden topdi ekan, bir 5000 koy ivetdi ekan. Yana ana. Anamdagi ma atrofimdagi adillarim shular yordami bilan hamda berib oldik tashlab. Shu musobaqa berib, endi u musobaqada rasga qilman natija olaman deb u shinta qamagan rasga qilayman. Chunki uni qatnash islom ko'dinglarida chet ellik mayillar bor. Chet ellik mayillarni oz bo'lgan 2 yil oldima 5-6 yil yo'g'on ular. 100 kilo bir birlik qilib o'ynaydi qoladi. Rahmat to'g'ri kelmaydi ular. 70 kilo magat deb endi ular shu badani cho'ngda, ular tug'ma masalan Amerikadan, Germaniyadan, Yaponiyadan kelganlar bor. Ashlar bo'lgandikan hamda men tugitalsa, ashlar bilan musobaqa o'ynasam bir nihoyat faxrlangidek ishlar bu. Bas. Chunki bu tunji qadam hamda bizning shu rayonimizga nisbatan, Shinjongga nisbatan bir tunji qadam. Faqatdan ham o'g'illarniki evobdikan bir qadam. Oldingi 2024 dan boshlab qatnashib, shu chaqda 3-yillikni olibdikan. Shu o'zining ig'irlik open zoo deymiz-ku, bu shu ham cho'ng ig'irliklar bo'yicha. Men shu open zoo bordim. Shuning bilan birinchi qitimliq musobaqa berib shu
o 3 gün musabaqa jami 8 tur. Bugün bağda oqşununa keşli berip meydanlarını bir aqor körüp ötüp, bana taşlarını tutup baktım. İlk musabaqa kötürüp atqanlıq 80 kiloluk ilk taş deyip, müdürten bağadım o günüsü. Tügep optu bende. Şu, qarasam şunu qolaştaq turdu. Lekin bir xil ayajan bağda nemiş qaldısınız, o musabaqada ilk Arnold Şijiye palvalar musabaqasida turayli Uyg'urcha yaptı. O degan Şijiye talishi saygo, Arnold Şijiye talishi say. Aşunodagi Guanjun bir adamlar bor. Ilk Gantiye Jubi deydigan birisi bor. Muşto bilek var bizde sizler tam çıkamdiki. Bilgen balıkken Benim bilimdeki çıkıdı şu bilek ve şıkşık yıllık dünyanın ki ama o yağaç iştiriş musabı yağaç musabıqasının ki aşını rekordunu yaratkan adamlardan da musabıqı acayip adam bir hayacanında şunda adamlar bilen bir musabıqı çeken kendi bir xil hayacan bağımdı o günü. Şunun bilen birincisini tükettim nayt yuvaşlık bilen çünkü ben aran 150 kilo tattım yani. Çünkü aldıda yaman turmuş meretimsiz, bedemi çarçap kılgan diken. Onu akaç yigen bilen kaytırp akıl bulmayıcı. Şunun bilen 150 kilonu tatıp yuvaşlık tükettim 8. Ben o çatı reddettim özümün grubum boyunca. Şunun bilen ikinci tür geldi, ikinci tür 2 saatten keyin bağdık. Şunun ikinci tür gelgen çağda Nonfuzo bilen şaday ben yünlep 80 kiloluk şaday anadaki Nonfuzo 165 kilonu biz götürüp 15 kilo jıraqlıq apretimiz onun kaydı şadayını 7 metr apretip gardan ötküzüp qaytып kep yani şadayını ahırga apırdığan açtıq. Aşının yaman tez şamı gelçi aşılı tükettim. Bişimdigen qiyip bir kız jürek çıktı deganda köp bitirken. Çünkü iğin näsini bağan diken. Şunun bilen aşının da men bilen aşu Guanjun bolgan Aniya dep meningki angchong raqibim hazır bilen yaxshi ötümüz dostçu hamda o şu qızlık özünün o German bilen ma o Koreyaniki anlaşılgan sistemsiga men Şangayda xizmat qildi özümüz Shenzhen turdika aşlaq qildi şunun bilen men tügütüptüm tügütäledigan işiden qagalat xe onu toluq tügütämepdi aşındaq onu keyin bildim hem oşun tügütüpla men yaga vaqtla düşmende yatım şu asasen hem şamolar aştaq tügütüdaganda yamman hayajan şefim bu baştaq qılımız tügütüp bopla dümnüçülügan gap baştaq şunu bilen ikkin şamoda natijem yaxşı aldınqı 5-nji orunga ötüpdi 3-nji şamı şöyle yuanmo tügücü dep aşırdı 75 kilonu işledim 75 kilonu tunji qıtım bir qıtım iştirip bakkan ma meşq vaqtımda lekin musabaqada men 3 qıtım işledim onu. Onu S şosini qildik 60 kilonu 70 kilo 60 kilonu bir qıtып ketesek bir numar. Şunda qılıp şu atsi natijelerim şu ikinci günü kelgende anan lekin ikincilik örlep çıkıpken şu çağda. Başlar ma degende mesela son premierim ikinci çıkıptı degan işe kelmegen. Lekin hamda bir xil ko'nglim bir narsa to'yg'anda men natija olib qolam deb nima deb bilam. Shuning bilan atsi birinchi shamga kelganda yonib nol natija oldim daga. Dambi bana ko'tarilgan 40 kilo narsani ular azroq eg'irlik qo'shganda aslida bizning mashqimiz 40 kilo tayyorlik qilgan. Yani 2,5 kilo qo'shganda bu chiqmaydi. Jishan ketganda keyin adam birga kelgan mishakilda soju qilamay. 3 qitim qildim 5imga tushdi 40 kilo narsa. Shu ish ketdi. Diken ameliyatda bulmay ayır. Allah kep şu özden cambayları qarabını Endi şu açtaq bu günüsü birincisi biri et degendila bir peşva edim de de ketdim. Aslik o dalişe şamını bir alaylıklık 3-4 narsani birleştirdi emasmi? Ani götürüp kendi bir pavşada qilgan batı 7 metr egizlikdan pavşadan atqızımız 8 kilo narsani atdıq çöreğimizde. Ana bek tutumçu yüzünden sam ititilgan halatda. Başqalar onun ustemas dal aşının ustikalık egirlikni yalyany götürdigan gantelni götürdigan. Men dal aşının aciz şondan onundan nol natija aldım. Keyinlikiste onun da yana üstüge örleşke başladım. Anandaki çaqışda do o yerden keyindik gap danqan bilen yukaca mağdıq yukaca 2 kilo yıqan 195 kilo. Aşının mörümüz gap mağımızda 15 metr. Vah şat Qo'rqinchli shamola eng oxirida anandaki taş jumlaq taşni 80 kilodan başlap 110 kilogacha ko'tarib 110 kiloni ko'tarib oldimizdagi gardan o'tkazimizda aşağı kelgan chaqda musobaqa qilgan
Şinfin deydigan narsa qolmaydi da, men hayajonlanish yo'q, qachon tugab, qachon ketaman. Ya, shu musobaqa tugab, naq ishga qo'yildim deyman. Shuning bilan u musobaqa tugadi ham, ish qilib, yajin o'zab o'ylab baqmagan natija bo'ldi-da. Ularmi shundoq yaxshi nima bo'ldi ham demaydim, shunday yaxshi chifillarmi. Tunji qatnashganimda xalqaro bir musobaqa. Shular natijani adın Şinjan yeni keldik, Ürümchiga yeni kelib, yani shu ishlarimizni qilib, darsimizni o'tib degandek qilyapmiz. Yerlik odam bo'lib Shu joyda siz rasmiy endi bunday aytgan joyda butun xalq to'lgan musobaqangiz shu bo'ldimi? Shunday desak bo'ldi. Undan burun shu jugaga vaqtimdimi biza joyda yugurish hevaskorlar to'lgan. Shu chog'larda shu. Manada mayli tantarbiyan yaxshi ko'rdiganlar yoki yaxshi ko'rmayganlar bo'lsin, bir qizvolninki xalqaro bunda dalishi deydigan musobaqa ham kuchtingirlar musobaqasiga qatnashgani 100 necha kilo. Har qanday odamga bir ta'sir qildi-ku bu. Biz buni ayni vaqtda tashviq qilgan vaqtimizda bizmi ko'rib, bizmi hayron qolgan. Odatda qizlar buningda bizning yurtlarda qizlar bunday tayyorgarlikdan shug'ullanmaydi. Buni aytib qiyin bir ish bo'lganligi uchun shunga yana misha kelgan joyda sizga orliqda bir qaytam oprin aytamiz. Haqiqatan aytib qaltis bir natijani barliq keltirdingiz. Odatda bizning o'sha qizlar qilolmaydigan bir ishlar, ba'zilar qizlarni qilolmaydigan deymi? ba'zilar qizlarni ojiz deb qaraydi, ma'noda yig'ib kelgan joyda masalan normal bir odamlar qila oladigan ishlar emas, bu alayda odamlar qila oladigan ishlarni yaratganligi uchun endi biz yana qaytadan bir to'nidik, qaytadan bir to'nildi. Shunday bir natijadan barliq kelgandan hammamiz xush bo'ldik. Mush munosabat bilan ko'pchilik vakolatdan sizga rahmat aytman. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Undan so'ng shu kelgan joyda bir savol so'ragim kelib qoldi sizdan. Masalanga endi bir kayfiyatni bir ko'taraylik, endi sizning ma'voyadan ishlarni o'ylab bir ko'nglingiz buzilgandek bo'ldi. Bizning ko'nglimiz yerim ketdi. Qarasam, chaqchaq qilgan odam bu teg'imi ichimizda o'tirib ketdi. O'limli bo'lgan odam. Manda bir ish o'ylab qoldim, masalan, siz turmushda bo'lsin. Siz endi biz burundilla bilishimiz bir-birimizni. Undan veyshlarimiz bor. Chiniqqandan to'liq maslahat so'rab bir-birimizdan paranglarni qilib deyishib turamiz. Masalanga shu chiniqish jarayonida, shu turmush jarayonida bo'lsin, sinay kuchlanib ketmaz hamda burunga qaragan joyda. Shu shu jarayonlarda masalan chiniqayotgan vaqtida bo'lsin yoki bo'lmasa turmush jarayonida bo'lsin, ba'zi bir qiziqarli ishlar yuz berganmi? Chiroyli ko'rmaychi natija. Masalan, bir kunisi yalingda men ko'krak ishtiray deb o'tirdim. Yalingni ep qo'limga bunday qilib, o yalingmi 30 kilo bir narsa hamda. O'g'illarni shunchalik qila oladi jiqsa. Abi shuni elib ko'taray desam, aniki ishtirib pop chichim uzun hamda. Hozirmi chichi uzun balla jiqqa hamda. Chiniqmayada tegimiz yo'q. Moda balla jiq. Anadan shu aniq turatdim, chiroyini ko'rdim o'qib. Adash, men o'rniqni yana ishlatamsizlar deydi. Bir o akashga hamda o'choda deganda shilt qo'ldim deb qilsin. Bunday qilsam, men mushta qarab turib, boshda sallavat qadam siz qizib olmadi, yetdi. Men qizib olasam, sat oldi jimoatsa, ya ish qilsa ko'na qoldim. Undan ishlab bekchiq. Masalan, bir qaytam Ulubarga shu Jashafan tunjiqdim kirgan vaqtimga ochiqish berdi-ku, kelsak Jashafanga. Shuning bilan ochiqishni ap mana bu qizlarniki kiyim yetkazishga kirmanda, lekin o kunisi men rost haqiqatan posmini kiyibdim, chunqu qish vaqtida. Qatchapanni kiyibdim, oshpadim kirib ketganga badam yo'g'im bo'lgan ekan. Kirib ochiqishni ko'tarib kirsam, u yerdagi oyog'lar bir ikkisi ushta qaraydi. Baqiraydi-ku. Ushta qaraydi. O'ylab, chentaydek qizmi, meni o'g'il deb o'ylab, o'g'illarni ochiqishini beribdi u yerga. Shuning bilan o sizni ish qotsangiz u deganda Nişolda yok bu sen baba qizlarning kiyim almashtirish yo'q bu deydi. Va men qiz bola shu desam, nima o'g'illarni chiqib ekan bu deb boshladi. O'g'illarni chiqib. O'liq gapib tekib aqmidi deb tasqaldi shu bir joy kelsak. Oyama xato berib qo'ydi va qizlar uchun. Hamda hozir biz ko'pincha vaqtda Dilxumar bilan masalan o'g'irlash to'g'risida paranishimizcha. Dilxumar birinchida o'zi qiz bola. Ikkinchidan badan chiniqtirdi, tanarketchi. Anonsi anda musobaqalarga qatnashdi. Nurg'un kishilarningki kallasida o'riqlash pek tez, pek qiyin deb o'ylaydi. Siz masalan shu bir qizbol bo'lish sifatingiz bilan siz ham ba'zida achchiq tatliq narsalar yegingiz keldi. Shunday sharoitlarda ham shu badan kontrol qilgan, chiniqadigan ishlarni qanday o'rlashtira olasiz? Masalan, o'riqlash hamda bizning hozir mana bu
Hozir bir iqim bo'lib ketdi-ku, bu tez sur'atda o'riqlash, azobsiz o'riqlash deydigan g'alati gaplar chiqyapti hamda o'riqlashning o'zi bu pek təsiş emas. Şundan ağzımızı baş qo'ysak, azroq harakat qilsak bo'ldi. Harakat qo'shamisak, shu ağzını pakiz tamoq yesak, anadagi turmushimiz ratiblik bo'lsa o'riqlab ketadi. Endi ba'zi odamlar kasal sababli sabr kutganlar bor. Cho'fa salomatligini chataq chiqmasdan-chu. Aniki qizlarda ma'lum bir miqdorda mayning bo'lgani yaxshi. Bu badani salomatligiga yaxshi, shu ichki modda almashtirish shu narsalarga yaxshi. Endi buni bek kasbiy so'zlab tura olmayman-de. Shu foydasi bor. Endi tushunmaydi. Ammo ne o'xshash. Shu normal holatda bo'lgani yaxshi. Bek o'riqliq bir ter, bir ustixon bir bo'lib oldi-ku. Bu bek to'lima xato bo'lgan bir qarashda. O'riq bo'lsa yaxshi bo'lmaydi. Odam salomat bo'lish kerak. Ba'zi odamlar semiz bo'lgan bilan, ya'ni badani salomat odamlar bor. Degandek. Masalan, mendekda. Lekin Allah samirib ketsa toz yaxshi bo'ladi. Allah amdi ilanmag'ini kelgan. Allah amdi o'riqlab o'riq turish kerak. Bu Allahga bir yarishidi, ya'ni birga salomatligiga yaxshi. Demakchi endi odatda bek o'riqlayman deganda kallamizga kirgizib olmaydi. Sog'lom bo'lsa, normal bo'lsa, normal ziyod ishib ketmasa bo'lmaydi demakchi. Yana birga bizning maslahamizda kalla ishlasak bitishdi. Nurg'unalik aqliy emgak qildiganlar, ashlam qarasangiz ziyod semizlar asosan yo'q. O'riqlar jiq. Men faqat ishlatmayman. Ya bu cho'qim shundoq degan emas. Bu faqat bir az miqdorda bo'ladi. Issiqlikda tekshirish az bo'lgandan keyin biz bek badanni xo'rtida harakatni jiqilmagandan keyin. To'g'ri. Masalan, Dilxumardek bunda berib ancha uni mashq qilib bo'lsa, o'chadi bo'ladi. To'g'ri. Burunqilarcha shu masalan yog'dirayotgan, emgak qilayotgan chog'da ko'tagan bilan hozir ko'tarmaydi. To'g'ri. Bizdan hozir eng ig'ir qilishimiz shu rolni burash. Xo'p qo'ygan. Endi bu aldoqkis odam mening onamchi, men onamni o'riqlash to'g'riliq gapaq bo'lgan. Chunki odam kichigida semiz ketdi. Bizning oyada semizlik, burundan ashta ularni qarishchi. Boyliq u degan. Ha, semizlik. Ular ashta O'zlari cho'baylar. Badani izchil, men aqlimni bilsam shu hozircha o'zgarib aqmini yapamchi. Bodak deymiz-ku. Endi shu badanlar. Sizga aniyorlik kelmaydi. Şunu bilan shu do'st gapdi. Bular men bugun 70 kilo tushdim dedi. Adam shu 80larda bada. Endi shu azroq ig'zimizni bosh qo'ysak ham, pagizroq yesak, o'zimizga bo'lgan bir muhabbatda bu. Badan o'zimizdan hamdi. Uning o'zgartish uchun hamda bir erinsak yoki uni o'zimiz kontrol qilamisak, bu night bir axir demayman. Vallahi. Ya undan emas. Davrimizda turmush usul o'xshamagan ekan, endi bo'lib ketadi. O jamay kunda o'yanlarni bilamiz. Ularning endi to'lagan badallari bizga cho'nchu. Masalan, salomatlik jihatdan nurg'un badal to'laydi. Endi ochiq deyishni aytdi yo'q. Hozir bo'ldi. Eksami chiniqqan. Men chiniqqan shu to'yib simib ketdim. Shularning jamiyni rasmiy musobaqa qo'yganlar ajoyib hurmatim bor cho'm. Yig'ib aytgan chog'da shu tanarkatdan shug'ullanayotgan har qanday bir odamni hurmatlashga arziydi haqiqatan. To'g'ri. Xudosa yana bir savol keldik, ha? Masalan, shu sizning turmushda bir alohida qiziqishlariniz bormi? Sizni hammasini aytib kuchlik deb qaraydi-da. Lekin ashuna mos kelmaydigan bir qizlar xos. Sen ben naqsh etishni yaxshi ko'raman. Xo'sh, qanday naqshlar aytasiz? Duddan bir naqshlar. Shu dadam dudda chalaydi bir. Men dudda chalay deb shunda chapaqdim faqat. Lekin duddag'ini yaxshilab aytib beradimi siz naqshlarni? Yo'q. Yo'q. Lekin hikoyalarni olib, qo'rqinchli hikoyalarni olib turibman mashq vaqtimda. Bu hikoyam sizni qarab qo'rqib ketdim. Anadaki şu mesela özel tabak yetişken bırak. Tabak yetişip Geçti kime deysen? Ya ben tabak yetişken bırak. Lakin tabakım ilişki büyümekte bıraktım. Ego ağaçlardan fıkabı itip başlayıp şunda güzel beyperler kılıp taksiler dizip kısavda okuyup. Edeb yedim ben desem çünkü ben tabaktan ben desem özü kıldım. Mümkün çiniqqanlarni yani bir eng chong bir azob xayriya masalanga mendiki do'stlik kirib shunda payzlaslarni yeydi, uni qarab o'tirish to'g'ri keldi, o'zi yemaydi-chi. Shundoq. Endi yana bir savol kelsak, sizni endi
O'sha qisqacha javob bersangiz bo'ldi. Ko'plagan musobaqalarga qatnashibsiz. Bek ta'sir qilgan musobaqa qaysi? Ben bir musobaqalarmi bor, men yaqinda bo'lgan bir ishni deb beraymi. Joyan Diyanshtayniki CCTV san shunday bir program qatnashdim-ku. Bunda Yongjojijan deb bu. Shunda nurg'un hamda arsadi kelgan tanarkashlar bor. Qiyinlik bek ishib ketibdi. Ustiga u yerga kelgan tanarkashlar saviyasi bek yuqori. CrossFit deymiz, zo'nqa tining. Shuna kelgan Changgoninki 10 necha yil qo'njinagan odamlar boshqa bek yo'q shu odamlar baka. Bir ko'ngjuli ben oxirida yana go'njin bo'ldim qarang. Shu musobaqada yana go'njin bo'ldim. Lekin bu go'njini bekda soldim. İçimde yig'ilg'im keldi meni. Hamda oldingi kunlarda bizak ko'nglim yerimcha odam ashta qo'yib qoldi bir mezgilga. Ashta Orlib ketganda. Shu bir xil ko'nglim yerim bo'lgan shu bejon bir berib kelaychi. Program bo'lganda ta'sirini ketmaydi deb bo'lgan. Bir xil o'zim mana qilolmaydigan bir ishni qilyaptim ayada. Men burun undaq teojan qilib boqmabdi. Shundan go'njin oldim, shunda xush oldum degandek. Endi ashundan keyin bir xil kallam ichilib ketdi qarang. Burun qilib bisiblar. Bir acayip bir qo'rqinchni yengandikdan ajoyib o'xshamaydi. Biz burungi musobaqalarda men ko'nglimda sam bo'lib bo'ldi. Men musobaqada manchilik olma deb. Hozir hamda yana bir savol bor. Masalan, ham shu talifisiga qatnashyapsiz, badan chiniqtirish bilan shug'ullanyapsiz. Shu hisobda kuchlilar musobaqasiga qatnashdingiz. Endi badaningizga aytdi, shuni mashg'ul jarayonda muskullar qo'ngan, texnik chiniqqandan boshqa sizga nisbatan qanday zo'r foydasi bo'ldi? Hozirgi chiniqishim, hozirgi qatnashayotgan musobaqalarim. Birinchidan shu mening kallam, ko'nglimni ochdi bu ishlar-chi. Psixikamda bir yaxshildi bu ishchi. Har qatam masalan mashq qilgan chog'da bir qatam haftada bir qatam PB qila olsam, eng yaxshiligi ig'irlik ko'tara olsam, burunqidan ozroq 1 kilo o'sim osha olsam, o'zimni bir xil silodek bir xil. Yaxshilagini yaxshilar. Ashunda Messiga qaratangiz. Ashunda bir xil elki o'sha mashq qilib real kelgan masalan musobaqalar qatnashdik, ancha-muncha mana sırtlan ko'rdik, ko'zimiz ichildi rasiyatni qilib, bilib o'rgandik. O'zimizdan o'rnimizni bildik. Anan keyin men nima o'rganaman deb. Astoydillikni o'rgandim birinchidan, sabrchanlikni o'rgandim, keng qo'saqlikni o'rgandim. O'zimga ozroq bir fursat berishni o'rgandim degandek ishda. O'zim bilan shu o'zim paranglashib, o'zim bilan deb so'yib deb tushundim. O'sha ro'yi jismoniy jihatlardan hamda nihoyat zo'r unumlarga, foydalarga erishibsiz. Hem de hazır kılıvatkan hizmetlerinizi kesek, hem trenerlik kıvatsız, balon terbiyevatsız, hem çiğni kıvatsız. Şu kılıvatkan hizmetleriniz buna ait oңuşluk yaxşı ketip var dep oylayman. Hem de ahırda deydiğim, bizdeki tenerkecilerini düşünüşümüz bek töven. Bizden bugünkü şu söhbetini hem de köngüllük başlaganlığımızdan sebebi bunu hem cık adamdan görüş için. Hem de biz nihayetki en çıkışlarını soruşumuz yani bir sebep neyme degen jagda tenerkecilerini düşünüş için hem cık adamdan. Yani nurg'a adamlar biz fakat jaryanni ko'rmaymiz. Fakat neticeni görürüz. Ahırda şunda bo'ptiki, shunda natija bo'ptiki, dağlıqki ama yamanki degan o'ylaymiz. Qasdi xapalaymiz biz. Mesela bir qaytam qatnashib natijalab ikkinchi qaytamda yana natija ololmay qolsa, Rangish var. rangish va xuddi bir mashqni tan qilish bergandek. Hozir bo'lsa gapni siz nimishqa jugabay, musobaqalarni o'ynab olsiz, siz nimishqa oshtaq deb turib oldi-da. Hatto bizda demak mush kasbga nisbatan tushuncha bek oz. Shunga mening deydig'im mayli dilxumor bo'lsin, mayli har qanday bir tanarkachi bo'lsin, biz jiqaroq tushunishga, ko'ngil bo'lishga, ularni qo'llashga ehtiyojli amaliyotda. Bular qancha qo'llash rag'batlarimizga erishsa, unga harakatlar kuch bo'lishini men har qanday bir mazmun işlesem tantarbiya munosabatga anga ular ilhom ederek so'zlarni inkas rayini qoldirib qo'yinglar deyishim. Hargizmi inkas rayini qoldirib qo'yib bizga jiqqanda iqim kelib ketsin deb orzu qilmayman. Mushu ishni jiqqalam tushunsin deyman. Dilxumor to'g'riliq ishlagan mazmunimizda shunda jiq ko'rilishi xuddi opalarimiz deydi-ku, bir tomoqlarni assa o'xshabdi deb yetmasak xo'sh bo'ladigan hammamiz. Bizning shunda ajrimiz shunda bek o'xshaydi ekan. Shunda odiqimiz chiqdi. Demak, mana mushu programmamiz orqali dilxumorga bo'lgan, tenerkachilikka bo'lgan bir tushuncha hosil bo'lsa, bularning nihoyat qiyinchilik, hatto masalan hozir musobaqa qatnashmayman deb g'ayrat qiladi, shunchalik tirishadi. Lekin hech qanday iqtisod yo'q bu yerda. Qo'llaydigan odam yo'q, iqtisod barliq kelish kerak. Anan ekan bizda qanday bo'ldi deganda bir natija qozongandan yog'i qo'llaydim men deydigan odam bek chiqadi. Amaliy harakati bilan, meni deydig'im mush orliqda amaliy harakati bilan qo'llaydigan
kishilar bo'lsa, rasman qo'llaydi mush qizni mushunda bizga amaliyotda bu ish shan sharaf yolg'iz Dilxumarga yoki bo'lmasa bir kollektiv emas, butun Shinjonga, butun davlatimizga kelgan shan sharafchi agar haqiqiy qo'llaydigan niyati bor kishilar bo'lsa, Dilxumarning do'yinsini chiqarib qo'ydik-ku, Dilxumar deb izdisi chiqdi. Aşı kirib men sizni qo'llayman. Mana men mojiatda buni yordam qilaman deb ba'zi bir narsalarni ozroq jihatdan masalan tashviqot qilib bersa bo'ladi, Dilxumar qilib bersa bo'ladi, bizlar qilib bersak bo'ladi. Mana amaliy harakatimiz orqali ilhom madadlarimiz bilan, iqtisodlarimiz bilan qo'llab bersak bizdan yaxshi harakatlar chiqadi davomli. Oxirida singlim sizning orzu armonlaringizni bir anglab bugungi shu ziyoratimizni oxirlashtirsak. Hozirgi nishonim bo'lsa, mana shu oldimizdagi musobaqa, xalqaro musobaqa. To'g'ri, OSC xalqaro talishuv musobaqaga 12-oyda boramiz endi. Shu musobaqa Amerikada Chikagodagi shu yerga boramiz. Shu musobaqada bir endi hozirgi nishon bo'lsa, avval bir shu musobaqa berib bir ko'rib bor. O'zimning o'rnini bilib boqqan bor. Andan keyin men qaytida yana plan tuzdim. Anoda ije dalishisiga bir kirgim bor. O deganimda butun mayli jami qildiganlar bo'lsa, yoki bo'lmasa butun shu Dalishi yundog'ning bo'lsin, bir den tansida shu yerga bir chiqib, bizmi bir ismlarimizni qoldirib qo'ysak shu yerga, davlatimizning bayrog'ini olib chiqsak, bu bir tanarkat uchun o'zining davlatining bayrog'ini bir sahnaga olib chiqish degan bu sharaf-ku. Bir umrlik sharaf. Shuni bir qila olsam, umrim arzuyim yetimi. Ko'p rahmat singlim. Bugungi ziyoratlarimiz menimcha bo'lgancha to'liq ahamiyatli, ma'nili bo'ldi deb qarayman. Ko'ngilli yo'lda ishchilar betilib ketdi. İşi oluruz. Mushu programmada saqlanib uyga berib ko'pchilikni shu kuldirayli, xush qilayli deb bayotinqi azob, ichinish gaplarni biz kulki bilan tugatdik bugungi programmada. Hamda maqsad nima degan joyda? Maqsad emas, oramizda sizdek mana shunday Krishtian singlarimizniki, inlarimizniki chiqqandan faxrlanamiz bu birinchidan. Ondan og'zimiz bilan emas, amaliy harakatimiz orqali qo'llashni. Undan boshqa yana shu ijtimoiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan qo'llaydigan kishilarniki, madad beradigan kishilarniki ko'proq chiqishni umid qilamiz. Mayli Dilxumarga emas, Dilxumar bu gapni menga degan emas. Men o'zim deyapman. Har qanday bir tanarakat, har qanday bir shu tanarakatchi iqtisodga ketadi bu narsa, aniq bir talishidi. Şu mesela bizden Şinjan'da mesela nurg'un iqtisodiy kuchi bor şirketler bor. Mesela ma'lum bir şirketda chiqib futbolni qo'llaganmasa, xuddi bizniki ayni vaqtga yashan yil bizda klublar barliq keladi. Nurg'un bolalarimiz top o'ynaydi. Hammamizga fursat bo'ladi. Hammamizga fursat bo'ladi. Bizga ko'radigan fursat bo'ladi, bolalar o'ynaydigan fursat bo'ladi degandek. O'ziga markasini to'ndiradigan shunda shu bizniki yana shunda qo'llashlarimizniki ko'proq bo'lishini chempionimizni umid qilamiz. Yana umid qilganimiz sizniki kasbiy hayotingizda texnik futuqliq bo'lishini umid qilamiz. Undan keyin shu tarbiyalayotgan tarbiyalanishlaringizda yaxshi mayslarni tarbiyalab chiqib, o'zingizda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilamiz. Rahmat. Undan boshqa davomli, ya'ni shu tadqiqot sohasida futuqlarni qazanib, sizga o'xshash bir muvaffaqiyat qozongan, tirishayotgan yoshlarimizni texnik ko'p kishilarni bilib, o'zaro tashviq qilib, taqib qo'yishni, texnik ko'p kishilarga yetkazib qo'yishni, ig'izlarimizda mana shunday keyif sapa ishchiratning gap emas, mana shunga o'xshash tanarkatdek, sog'lomlikdek, shunday sapoliq ishlarniki jiqaroq bo'lishini chempion umid qilaman. Oxirida programmamizni yoqtirib ko'rpagan barcha do'stlarimizga rahmat. Bizniki yana bir riyosatchimiz Iksan Sayfiddin ozroq yurak so'zini bir olib o'taylik. Oxirida shu ishimizni ko'tarib bir paj yozmishmiz. Hurmat ko'rmanlar, programmamiz vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Bu qadimlik programmamizni Nur To'ri, Dilkan qatorliq aptitallari alayda qo'llagan bo'lib, biz yalfinlarga Nur To'rini, televizorlarga Dilkanni qachilishlarini umid qilamiz. Musobaqalarni, xabarlarni hammasini nayt suzik alat ko'ra olasizlar. Ondan boshqa biz texnik nodir mazmunlarimiz bilan sizlar uchun davomli xizmatda bo'lamiz. Chimliq tarbiya madaniyati sizlarning eng to'g'ri tanlashinglar, keyingi qadimlik nodir programmalarimizni ko'rishga amon bo'linglar do'stlar. Xayr xo'sh.